Qizajonlar, kokteyl ichadigan vaqtim bo'ldi. Kechki paytda ovqatni ertaroq yeganman. Parhezga turganim uchun kokteylni ichdim. Kechki payt men nimagadir kollagenni ichmasdan uxlab qolyapman ertaga. O'shaning uchun kollagenni hozir ichib olmoqchiman. Qizajonlar, men hozir shu kollagendan boshlaganman. Kollagen Handraskin, Handra Protector tayyor, ichida bor, I+ gialuronik kislotasi bor ichida. Ya'ni ichayotgan paytingizda sizning yuzingizdagi ajinlarni shunaqangi zo'r qilib tortib beradi. I+ botox effekt beradi. Borib, qanaqadir botox protseduralarini qijdirishi shart emas, tabiiy holatda yosharishingizni, organizmda qayta tiklash jarayonini boshlab beradi. Qizajonlar, men bu kollagenimni shuni ichayotgan paytimda qizil ekan, qip-qizil ekan, qizilga allergiyam bor, yana qanaqa kollageningiz bor deb so'raganlar uchun bu kollagenim qizil, korobkasi qizil, lekin ichi sariq chiqadi.